Assalomu alaykum do'stlar va qadrdonlar. Hozirgi kunda ma'lumki, ko'z kasalligi bilan og'riydigan bemorlar soni juda ko'p. Ushbu kasallik bilan og'riydigan insonlar uchun optika xizmati juda ham zarur. Biz sizlarga Regar Tursunzoda, Qarabolo bolnitsasining o'rta eshigida joylashgan Optika Ramazon bilan tanishtirib chiqamiz. Ushbu optika ko'plab o'zining qulay xizmatlari bilan mashhur. Bu inson ancha yillik tajribaga ega. Siz xohlagan ochki xizmatlari, ya'ni 2 xil razmer bo'ladimi? 1 xil razmer, qanaqa korpusda bo'ladi? Yarim soatda sizlarga tayyorlab berishadi. Hamda ushbu optikada ochkilaringiz charchab qolgan bo'lsa, kiri bo'lib qolgan bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa, remont va tozalab berish xizmati ham juda ham arzon narxlarda sizlarga inshaalloh xizmat ko'rsatiladi. Eng muhimi, ushbu optika xizmatini qiladigan inson juda ham o'z ishini ustasi, ko'p yillik tajribaga ega, xushmuomala inson. Do'stlar, siz ushbu optikada biror narsa xarid qilsangiz, ochki, kontaktli linza sizlar uchun ko'zingizni razmerini tekshirib berish bepul amalga oshiriladi zamonaviy apparat va texnikalar bilan. Do'stlar va qadrdonlar, ushbu yerda siz o'zingizga kerak deb bo'ladigan ochki va boshqa xizmatlarni bemalol arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.